Joroni haram chegarasi Toif tarafda. Masjidul Haromga nisbatan 27 yoki 30 kilometr joylashgan. Bu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga bir mo'jiza sodir bo'lgan. Shuni sizlar bilan ulashmoqchimiz. Joroni qudug'ining joylashuvi. Hunayn g'azotidan sahobalar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytar chog'larida bu joyda 8 kundan oshiqroq qolganlar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nayzalarini mana shu Joroni qudug'ining o'rniga sanchganlarida suv qaynab chiqqan joy Joroni qudug'i. Va bu joyda Hunayn g'azotidan tushgan g'animatlarni ham taqsimlagan joylari. Asli Joroni qudug'ining asli joyi hozirda kichikroq, ozroq suv chiqazib qo'yilgan quduqchasi va asosiy yangi quduq, ya'ni nasos bilan sug'orib suv tortib olinadi, asosiy quduq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga cheksiz salovat shariflar. Bu voqealar sizlar uchun ilm bo'lsin. Joylashuvni Telegramga tashlab qo'yamiz inshaalloh.